Bani Mustala g'azoti. Hijrining 6-yili Sha'bon. Bu g'azot garchi doirasi keng, urush mushaqqati og'ir, harbiy jihatga o'rinlashtirilishi keng ko'lamli cho'ng g'azot bo'lmasa-mu, lekin bu g'azot musulmonlar jamiyatida davolg'uch va muqimsizlik paydo qilgan, munofiqlarning sharmandalarcha rasvoligini oshkorlab, musulmonlar jamiyatiga oliyjanob fazilat, kishilik qadr-qimmat va oqko'ngillikdan iborat alohida xislat ato qilgan hamda ta'zir ya'ni jinoiy ishlar chorasining yo'lga qo'yilishiga sabab bo'lgan voqelikka jiddiy favqulodda ahamiyatli g'azotdir. Biz avval g'azotni qo'zg'ashning sababi va tafsiliy jarayonini so'zlab o'tgandan keyin g'azotda yuz bergan voqeliklarga yurish qilamiz. G'azotni qo'zg'ashning sababi Bani Mustala qabilasining boshlig'i Haris ibn Zirorning butun qabiladagilarni, shuningdek boshqa qarindosh qabilalardan uni qo'llaydiganlarni birlashtirib, Madinaga hujum qilmoqchi bo'lib yetibdi degan xabar Rasulullohga anglandi. Shunga Rasululloh bu xabarni aniqlash uchun Burayda ibn Hasib Aslamiyni avatdi. Burayda u yerga berib Haris ibn Ziror bilan ko'rishdi va ahvolni uqqandan keyin qaytib kelib Rasulullohga ma'lum qildi. Buning bilan Rasululloh Bani Mustala xalqi haqidagi xabarning haqiqatan shundoq ekanligini jazm qilgandan keyin sahobalarga jiddiy urush chaqiriq chiqarib, mushu oy, ya'ni Sha'bonning 2-kuni Madinadan yo'lga chiqdi. Bu qitim burunqi g'azotlarga qatnashmagan bir bilik munofiqlarmi chiqqan edi. Madinada o'z o'rinda Zayd ibn Harisni qoldirdi. Yana bir so'zda Abu Zarni, uchinchi bir so'zda Sumayla ibn Abdullohni qoldirgan deyilgan. Mushu asnoda Haris ibn Ziror musulmonlar qo'shinining ahvolini egallash uchun bir jasusni payloqchilikqa avatgan ekan. Musulmonlar uni tutib olib jahannamga yo'lga silibdi. Haris ibn Ziror va uning odamlari Rasulullohning qo'shin tortib kelganligini va uning jasuslikqa avatgan odamining o'ldirilganligini anglab qattiq sarosimaga tushdi. Atrofdagi qabilalardan to'plangan yollanma qo'shinning a'zolari bir-birlab tarab ketishdi. Rasululloh Murayisi degan joyga yetib berdi, dushman jangovar holatga o'tib, urushga tayyorlandi. Shunga Rasulullohmi musulmonlarning saflarini tuzib, urushga tayyorlandi. Muhojir musulmonlarning alimi Abu Bakrga, Ansorlarning alimi Sa'd ibn Ubadaga tutqizildi. Ikki taraf birdam o'q etishib, bir-biriga ayvi ko'rsatishdi. Arqadan musulmonlar Rasulullohning buyrug'i bilan tangla hujum qilib ustunlikni egalladi. Mushriklar mag'lub bo'lib, nurg'un odamidan ayrilib qoldi. Rasululloh nurg'unlagan ayollar, bolalar, to'ga va qo'ylarni g'animat oldi. Bu urushda musulmonlar tarafdan faqat bir kishi shahid bo'lib ketdi. Uni ansorlardan birisi dushmanning odami deb o'ylab o'ltirib qo'ygan edi. Yuqorqilar tarixshunoslarning aytganlaridir. Ammo Ibn Qayyumning aytganida yuqorqi bayonda xatolik bor deyilgan. Chunki bu g'azotda o'ltirilish bo'lmagan. Rasululloh ularga bir suv bo'yida ushtumtut hujum qo'zg'abla xotin bola chaqinlarni va mol-mulk qo'y-qalalarini g'animat olgan. Sahih hadisdami Rasululloh Bani Mustala xalqiga ular to'ymay qolganda hujum qo'zg'adi deyilgan deydi. Asrlar ichida Bani Mustala qabilasining boshlig'i Haris ibn Zirorning qizi Juvayriyam bor bo'lib, u Sabit ibn Qaysga taqsim bo'lgan edi. Sabit uning bilan to'lam to'lab qutulishga xatchak kutishdi. Rasululloh buni o'qib, uning zimmasidagi to'lamni ado qilib, uni amriga oldi. Bu nikohdan keyin musulmonlar Bani Mustala xalqini Rasulullohning qayni ona, qayni ota, qudubojilik deyishib, musulmon bo'lgan 100 oilalik kishini ozod qilib o'tdi. Buning bilan Juvayriya o'z xalqiga nisbatan eng barakatli ayol bo'lib qoldi. Xo'sh, endi biz bu g'azotda yuz bergan voqealarga keladigan bo'lsak, yanala bu voqealarning bosh qo'zg'atquchi, nifoqning xemir turichi va munofiqlarning kativishi Abdullah ibn Ubay ibn Salul va uning qo'lchimoqchi shakillari bo'lg'achqa, ularning musulmonlar jamiyatida paydo qilgan qutratqulik va ig'vogarchilik jinoiy harakatlarini qisqacha tunishtirib o'tamiz. Munofiqlarning Bani Mustala g'azotidan ilgariki maydonlarda o'ynagan roli. Oldingi boblarda biz munofiqlarning kativishi Abdullah ibn Ubay islom diniga va musulmonlarga qarta qattiq o'chmanlikni saqlab kelyotdi. Bo'libmi Rasulullohga qarta gina adovat o'tida lavildab kuyatdi. Chunki Madina tavasidagi Avs, Xazraj arablari uni o'zlariga oliy huquqliq shohinshoh qilmoqchi bo'lgan bo'lib, uningga podshohlik toj kiydirish uchun uncha marvoyat to'playotgan bir paytda Madinaga islom dini kirib, xalqning ko'zini ochgan va islom bayrog'i ostiga birlashtirib, uni bo'lg'usi podshohlikdan mahrum qilgan edi. Shunga u payg'ambar alayhisalomni mening bo'lg'usi shohlik huquqimni tortib oldi deb qarab, uningga yoshirin o'chmanlik saqlab yuratdi deganni bir qancha yerda tilga ilib o'tgan edi. Uning bu xil o'chmanligi, suiqasdi va jinoiy adovat zaharxandiligi
u yolg'ondan musulmon bo'lganligini jakarlashning oldi keyinlarida xeyli ko'p yerda oshkor bo'lib qolgan edi. Bir qatim Rasululloh Yahudoq eshakka binib Sa'd ibn Ubadiyning kesilini ko'rgili ketib o'tib, yo'l ustida bir so'rindan o'tdi. U so'rinda Abdullah ibn Ubaymi bor edi. U Rasulullohni ko'ribla chopinining peshi bilan eg'iz burnini etib, bizga azor bermanglar dedi. Rasululloh to'xtab majlis ahliga Qur'on tilovat qilib berdi. Abdullah yana biljirlab, sen bizning so'rinlarimizga bundoq besib kirmay, uyingda o'ltirib bu gapingni qishingga borganlarga aytib bergin dedi. Mana bu Abdullah ibn Umay munofiqning yolg'onlardan musulmon bo'lganligini izhor qilishining oldidagi qilmishi edi. Ammo u Badr urushidan keyin ko'rinishda musulmon bo'lganligini jakarlagan bo'lsa-mu, yanala Allohga va Allohning payg'ambariga va mu'min musulmonlarga dushmanlik qilishda qilchi bo'shashmadi. U davomliq musulmonlar jamiyatini parchalash va islom kalimasini xuduklashtirishni o'ylaydi. Islom dushmanlari bilan do'st tortib, ular bilan eg'iz burun yalshatdi. Ilgirki poplarda bayon qilganimizdek, u Bani Qaynuqa yahudilarni bir taraf qilish ishiga chatga erib oldi. Shuningdek, u Uhud g'azotida musulmonlar orasiga ideyaviy davolg'uch va tafriqchilik selib, ularning jangovarligini ojizlashtirib, harbiy sepini parchalash uchun qilmagan askiliklari qolmadi. Bu munofiq qattiq hiylagar va aldamchiligidan, yolg'ondan musulmon bo'lganning atisidan boshlabla Masjid Nabaviyning mehrobida o'ltirib olgan bo'ldi. Rasululloh har juma xutbaga chiqib munbarda o'ltirsa, u munbarning yeniga berib, "Xaloyiq, mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'z oldimizda turibdi. Allah sizlarni uning bilan hurmatladi va ulug'ladi. Shunga uni qo'llanglar. U hozir sizlarga vaz nasihat qilib beradi. Obdan anglab itoat qilinglar," deb qo'yib ondan o'ltiratdi. Rasulullohning esil axloqi biror odamni kishilar orasida xijil qilmaydigan bo'lg'achqa, ondan o'rnidan turib xutba o'qiydi. Bu munofiqning eng sharmanda yeri shu yerdiki, u Uhud g'azotidan keyingi haftasidagi jumada oldingi haftasi texi musulmonlarga xoinlik qilib ig'ir jinoyat o'tkazgan turug'liq o'rnidan turib gelini qiqib burunga qiliplashgan so'zlarini demoqchi bo'lgan edi. Musulmonlar uning peshini tortib, "O'ltir, Xudoning dushmani, o'ltir. Sen bu yerda turib so'z qilishga loyiq emas. O'tgan hafta nimalarni qilmading?" degan edi. U o'rilginicha kishilarning gajgisidan atlab chiqib ketib o'tib, "Azbiroy Xudo, go'yo men xato gap qilgandek, men texi uning gapini qo'llayapsam," deb ko'pchilikka ko'zlaridan zahar yog'dirib, o'miyib chiqib ketdi. Ansarlardan bir kishi uningga masjid darvozasi oldida uchrab, "Hey, sening bu nima qilganing? Rasululloh sana istig'for tilasin," degan edi. U, "Menga uning istig'forining hojati yo'q," deb qo'yib keynigimi qarmay ketib qoldi. Uning yana Bani Nazir yahudilar bilan burundan tortib nihoyat qo'yib bordi keldisi bor bo'lib, ularni musulmonlar muhosiraga olgan kuni u musulmonlarga qarshi ular bilan til biriktirib, "Agar yurtinglardan chiqarilsanglar, biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Sizlarga urush ochilsa, cho'qim sizlarga yordam qilamiz," dedi. Shuningdek yana Ahzob urushi mezgillarida Abdullah ibn Ubay va uning shaykillari mu'minlar orasiga zidiyat va fitna fasod urug'ini chechish va ularning dillariga qo'rqinish va hima tashlashdek ig'vogarchilik qilmishlari bilan shug'ullandi. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo sura Ahzobda mundaq bayonlarni berdi. Lekin yahudiylar, munofiqlar va mushriklardan iborat islom dushmanlarining hammasi islom dinining ta'sir doirasining bundaq tez kengayib, bu tavallikda asalli hukmron o'ringa chiqib qolishi, hargiz uning moddiy jihatdagi ustunligi, qurol yaroqlarining sarxilligi va qo'shinning soni va sifatining ko'p ham ilg'or bo'lganligi emas, balki uningdagi birdan bir sabab islom dinining haqiqiy mohiyati, tashabbusi va bu dinning maqsadi, shundoqla bu dindagi o'zgacha xislat, ortiqchiliklar bilan munosabatli ekanligini obdan biladi. Ular yana islom dinidagi bu ortiqchiliklarning bosh manbai va ashu go'zal axloqiy fazilatlarning amaliyotdagi eng oliy ulgisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ekanligini obdan biladi. Bo'libmi ular o'tgan 5 yil mobaynidagi jang maydonlarini bir qur asgandan keyin bu dinni va uning e'tiqodchilarini qurol kuchi orqali yo'qotishning qat'iy mumkin bo'lmaydiganligini tunib yetdi-da, buning bilan ular shu maqsadi uchun ijtimoiy axloq va urf-odat an'analarini dastak qilib turib, bu dinga qarshi keng ko'lamli tashviqot, ideologiya urushi qo'zg'ashdi va bu urushning asosiy obyektini yanala Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shaxsiyati qilishni qaror qilishdi. Munofiqlar musulmonlar sepida bo'lganligi, bo'libmi Madinaga yerlik bo'lganligi uchun mu'min musulmonlar bilan keng kushoda va bemalol aralasha oladi. Ularning hissiyotini qo'zg'ab, ig'vo tarqata oladi. Shundaq bo'lganligi uchun mazkur ta'tir tashviqot urush harakati vazifasini mushu munofiqlar ustiga oldi. Ularning bosh mas'uli yanala Abdullah ibn Ubay ibn Salul edi. Shundaq
Din düşmanlarının bu planı Ahzab g'azitidan keyin mo'minlarning onasi Zaynab Zayd ibn Harisdan ajrashib ketgandan keyin Rasululloh uni nikohga olganda texmi ro'shan ifodalandi. Arablarning an'anaviy urf-odati bo'yicha boqma o'g'ilni nasli o'g'il bilan o'pma o'xshash deb qaraydi. Shunga boqma o'g'lining nikohiga ilib qo'yayotgan xotinimi beqvolg'uchi kishi uchun qat'iy harom edi. Rasululloh Zaynabni Allohning amri bilan nikohiga ilibdi. Munofiqlar Rasululloh ustidan fitna ig'vo tarqitib, uning xalqi olam oldidagi yuzini tushirish uchun mundoq ikki ishni dastak qilib ko'tarib chiqdi. Birinchi, Rasulullohning bu ayoli Zaynab uning 5-xotini bo'lib qoldi. Vaholanki Qur'oni Karim bir erdan 4dan ziyoda xotin bo'lishga ruxsat qilmagan tursa, uningga qandoqsiga 5 xotinlik bo'lish durust bo'lib qopti. Ikkinchi, Zaynab uning beqib olgan o'g'lining nikohiga ilib qo'yayotgan xotini tursa, biz arablarning an'anaviy urf-odatimiz bo'yicha uning bilan nikohlanish eng qabih gunoh kabir emasmi? Ular bu haqda nurg'un ta'tir tashviqotlarni va so'z cho'chaklarini to'qib, Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zaynabni u diqqatsiz turgan holatida ko'rib qilib, uning nazokatlik go'zal qomati va husni jamolidan xudini yo'qotib, uningga oshiqi beqaror bo'lib qopti. Qalbi bitob va taqati taq bo'lib ketibdi. Uning beqib olgan o'g'li Zayd ibn Haris bu ahvolni o'qib, otasi uchun ayolidan tushib beribdi degandek razil afsonani o'ydirib tarqatdi. Ular bu o'ydirma afsonasini shu darajada kuchab tarqatqachqa, bu tashviqot ba'zi iymoni ojiz kishilarning ing'iga xeyli mahkam singib, qisman tafsir va hadis kitoblarida ta hozirgi davrimizga qadar saqlanib kelmoqda. Oxiri Alloh taolo Qur'oni Karimda ro'shan oyatlarni nozil qilib, kishilarning dillaridagi shak-shubihi kasallarni davolaydigan shifoliq retseptlarni bayon qildi. Allah bu xil fitni ig'vo so'z cho'chaklarining nihoyat keng doirada tarqalayotganligini e'lon qilib, sura Ahzobni tövandagi so'zi bilan boshladi. Ey payg'ambar, Allohga taqvodorlik qilishni davomlashtirgin. Kofirlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Alloh haqiqatan bandalarning amallarini bilib turg'uchidir. Ularning ishlarini hikmat bilan boshqaruvchidir. Sura Ahzob 1-oyat. Xo'sh, yuqorqilar musulmonlar orasidagi 200-chi xoin munofiqlarning Bani Mustalaq g'azitidan keyingi buzg'unchilik qilmishlarining yangillaridir. Payg'ambar alayhissalom bu yo'lsizliklarning hammasiga sabr va keng qo'rsoqlik bilan muomala qilib o'tkazib yetib kelgan edi. Keng musulmonlar ammusimi bularning sharridan hamon bahs turatdi yoki tishini tishlab o'zini besib oladi. Chunki bu munofiqlar Alloh taolaning tuvandagi kalomining mazmuni bo'yicha hammaga ma'lumlik munofiqlardan bo'lib ketgan edi. Ular o'zlarining har yili bir qatim yoki 2 qatim sinaldiganligini bilmamdi. Ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarning fosh qilinganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi, ya'ni nifoqdan qaytmaydi, ibratni olmaydi. Sura Tavba 126-oyat. Munofiqlarning Bani Mustalaq g'azotida o'ynagan roli. Bani Mustalaq g'azoti yurishida munofiqlar Alloh aytgandek, agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi. Oranglarga bo'lgunchilik selish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Sura Tavba 47-oyatning bir qismi. Maqsadda musulmonlar sepiga qo'shilib birga chiqqan edi. Ular bu g'azot jarayonida o'zlarining zaharlik sesiq nafaslarini chechishga mundaq 2 yo'chuq topdi. Natijada ular musulmonlarning ikki qismida ig'ir to'qinish paydo qildi va yo'qolan ig'volarni tarqitib, Rasulullohning obraziga ig'ir shanoat keltirdi. Tuvandagi qurlar ularning bu qilmishining tafsilotidir. Munofiqlarning Madinaga qaytsak, eng aziz odam, eng xor odamni Madinadan chiqarib yetdi deganligi. Rasululloh jang oyoqlashgandan keyinmi texicha Muraysi nomdagi suv bo'yidan ayrilmagan edi. Qo'shinning suv to'shig'uvchilari kelib ketib, jiddiy suv to'shig'otdi. Suv to'shig'uvchilar ichida Umar ibn Xattobning Jahjuhul G'iffari ismli bir xizmatkori bor bo'lib, u Sinan ibn Vabrul Juhani bilan navbat talishib urushib qoldi. Natijada Sinanul Juhani "Ansori bo'lsang kel" deb to'g'ladi. Jahjo "Muhojir bo'lsang kel" deb yordamga odam chaqirdi. Rasululloh buni anglab, jaholiyatchi tarafvozlik da'volarini yana ko'tarib chiqamsizlar, u suvni to'kib o'tinglar, u sesiq ekan, dedi. Abdullah ibn Ubay bu jadal majraning tafsilotini anglab xafa bo'lib, bir to'p Xazrajlik kishilar oldida, ular, ya'ni muhojirlar shunday qildimi texi, biz ularni yurtimizga tushirdik, uy makonlarimizga boshladik, endi ular bizni urg'udak bo'ptimi?
Vapaga japa degan shu. Azbiroyi Xudo, biz Madinaga qaytib borgan hamon ularni Madinadan cho'qim qo'g'lab chiqaramiz, dedi. Ularning ichida vijdonli yigit Zayd ibn Arqam bor edi. Ondan yana atrofdagilarga topitani qilib, bu xorliqning hammasiga o'zinglar sababchi bo'ldinglar. Ularni yurtinglarga tushirdinglar, mollaringlarni tang bo'lishdinglar. Qasam qilamanki, ularga hech narsa bermagan bo'lsanglar, albatta boshqa yerlarga ketishadi, dedi. Zayd ibn Arqam bu gapni tog'isiga aytdi. Tog'isi kelib Rasulullohni vaqiflantirdi. Bu chaqda Rasulullohning yonida Umar ibn Xattob bor edi. Buni anglab Umar: "Ey Rasululloh, Ubbat ibn Bashirni buyurg'in, bu munofiqni yo'g'ishtirib olsin", degan edi. Payg'ambar alayhissalom kishilar so'z tarqitib, Muhammad o'z odamlarini o'ltiribdi desa qandoq bo'ladi? Ey Umar, hargiz undaq qilg'ili bo'lmaydi. Lekin sen darhol qo'zg'alish buyrug'i e'lon qilgin, dedi. Bu odatda yo'l yurish nihoyat beab vaqt edi. Farmonga asosan qo'shin noiloj qo'zg'alib yo'lga chiqdi. Bu chaqda Usayd ibn Huzayr Rasulullohning oldiga kelib salom berdi va uningdan bunda g'ayri vaqtda otlanish buyrug'i berishning sababini so'ragan edi. Rasululloh: "Sen halqi jamoatdashingning nima deganini uqdingmi?" dedi. Usayd: "U nima debdi?" dedi. Rasululloh: "U Madinaga qaytib borganda muhojirlarni qat'iy qo'g'lab chiqarman deb yuribdi", dedi. Usayd: "Balki sen ey Rasululloh, xohlasang uni Madinadan qo'g'lab chiqara olaysan. Azbiroyi Xudo, u haqiqatan xor zabun, sen bo'lsang azizdursan", dedi. Ondan yana: "Ey Rasululloh, uningga illiq sipoy muomala qilgin. Men qasam qilamanki, uning odamlari uningga shohlik toji kiydirish uchun uncha marvoyat tizayotganda Alloh bizga seni keltirib berdi. U hozir seni bo'lg'us podshohligimni tortib oldi deb ta'tir beqiyotidi", dedi. Shuning bilan Rasululloh qo'shin bilan shu kuni butun bir kun va kechasi to'xtamay yo'l yurdi. Hatto ertasi kun ko'tarilgandan keyin ondan bir manzilga tushib, qo'shin jimjit uyquga ketishdi. Rasulullohning bundoq qilishi kishilarga bekor parang selishga o'rin bermaslik uchun edi. Ammo Abdullah ibn Ubay o'z gapining Zayd ibn Arqam orqali Rasulullohga anglanib qolganligini o'qib, uning oldiga keldi va "Mundaq gaplarni qilg'uchi bo'lmadim, hatto ko'nglimga keltirmadim", deb Allohni org'a selib qasam ichdi. Uning bilan birga kelgan ansorlar: "Ey Rasululloh, Zayd ibn Arqam tax kichik go'dak bola. Uning gapini yaxshi anglay olmay xato o'ylab qolgan bo'lishi mumkin", deb uning qasamini quvvatladi. Buning bilan Rasululloh Abdullah ibn Ubayning gapiga ma'qul bo'lib, uning o'zirisini qabul qildi. Zayd ibn Arqam mundaq deydi: "Bu chaqda menga yetmagan o'y-xayollar yetib, eg'ir g'am besib oldi. Hatto uydimmi chiqmadim. Shu holatda Alloh Rasulullohning yonidagi kishilarni ta'minlamanglar. Ular tarab ketsin", deydi. Sura Munofiqun 7-oyatning bir qismigacha va ular, ya'ni munofiqlar, Madinaga qaytsak eng aziz odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay va munofiqlar o'zlarini demakchi, eng xor odamni, ya'ni Rasulullohni, mu'minlarni demakchi, Madinadan chiqarib yetadi, deyishidi. Sura Munofiqun 8-oyatning bir qismi degan oyatlargacha nozil qildi va shu hamon Rasululloh menga odam avatib, yuqorqi oyatlarni tilovat qilib berib, "Alloh seni rostga chiqardi", dedi. Bu munofiqning o'g'li Abdullah ibn Ubay samimiy, oqko'ngil yaxshi sahobalardan edi. U bu qitim otasidan, ota bolalikdan voz kechib, qilishni bilib Madina yo'l eg'izida turib oldi. Qo'shin Madinaga yetib kelib, otasi Abdullah ibn Ubay kirib kelibdi, uningga qilish tanlab: "Alloh bilan qasam qilamanki, Rasululloh seni Madinaga kirishga ruxsat qilmoqcha, men seni kirgizmayman. Chunki Rasululloh aziz, sen bo'lsang haqiqiy xor", deb uni to'xtatib turdi. Rasululloh kelibdi, uningga izni qildi va ondan Madinaga kiraladi. Abdullah ibn Ubayning bu o'g'li: "Ey Rasululloh, navoda uning o'ltirilishini xohlab qolsang, meni buyurg'in. Azbiroyi Xudo, uning beshini oldinga o'zim elib kelaman", dedi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din